Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz etanni piroz qilib, etin olinish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ushbu jarayon bir nechta qurilmalarda amalga oshadi. Bu yerdan etan gazi keladi. Etan gazi avvalambor tabiiy gaz tarkibidan yo'nilsoy haroratda ajratib olinadi. Ushbu etan gazi birinchi qurilmamiz pechga beriladi. Pechning konvektiv qismiga kiradi. Ya'ni konvektiv qismi pechning yuqori qismida joylashgan. Bu yerda qisman qiziydi va keyin pechning pastki qismiga, radian qismiga beriladi. Radian qismida 830 gradus atrofida qizib, pirozga uchraydi. Ya'ni gaz etandan etilin hosil bo'ladi, vodorod hosil bo'ladi, qisman asetilin ham hosil bo'ladi. Bu yerdan chiqqan piroz gazlari darhol sovutuvchi qurilmaga beriladi, sovitiladi tepa aminliklarda. Sababi ikkilamchi reaksiyalar amalga oshmasligi uchun, ya'ni asetilindan boshqa bir birikmalar yoki etilindan polietilen hosil bo'lmasligi uchun, shunaqa reaksiyalar amalga oshmasligi uchun sovitiladi. Sovigan piroz gazlari keyingi qurilmamizga, ya'ni mahsulot saqlovchi kuyinchi tovar deb qo'yibdi, mahsulot saqlovchi qurilmaga beriladi. Bu yerda yig'iladi piroz gazi va kompressorlarga beriladi. Uchta kompressorda piroz gazi bosim oladi. Buning maqsadi bor, tushuntiraman. Bosim olgan piroz gazi ishqor bilan yuvish kolonnasiga beriladi. Bu yerda ishqor orqali piroz gazi tarkibidagi vodorod sulfid ushlab qolinadi, yuviladi. Vodorod sulfid mana boshlang'ich etanga qo'shib berilgan merkapdan, ya'ni oltin g'uril birikmani ushlab qolish uchun ishlatiladi. Ya'ni piroz pechiga kirganda merkapdan xrom nikel turbalar orqali ularni deaktivatsiya qiladi-da, ikkilamchi reaksiyalarni oldini oladi-da, o'zi merkapdan ko'rinishda chiqadi piroz gazi qo'shilib. O'sha mana bu yerda, ya'ni ishqor bilan yuvish kolonnasida ushlab qolinadi. Bu yerdan chiqqan piroz gazi keyingi absorber kolonnasiga beriladi. Bu yerda sigaret orqali namlikdan quritiladi. Chunki ishqor bilan yuvish davomida ishqor tarkibida suv bor. O'sha namlik bu yerda sigaret orqali ushlab qolinadi. Bu yerdan chiqqan yuqori bosimli piroz gazi mana bu yerda aslida tepa aminlik emas, drosel klapan yoki turbali tandir bo'lishi kerak edi, sovitiladi yo'nilsoy haroratiga. Natijada sovigan gaz birinchi kolonnamiz depropanizator kolonnasiga beriladi. Bu yerda butandan yuqori uglevodorodlar, butan va butandan yuqori uglevodorodlar pastga suyuq holatda ajratiladi. Yuqori qismida esa propandan yuqori bo'lgan uglevodorodlar, propan yoki etan, etilin, asetilin kabi uglevodorodlar chiqadi. Keyingi sovutish qurilmasiga berilib, bu yerda yana sovitiladi. Natijada keyingi kolonnamiz demetanizatorga yuboriladi. Bu yerda mana S1 deb qo'yibdi, ya'ni metandan asosan metan ajratiladi bu yerda. Mana yuqori qismidan metan chiqib ketadi. Pastki qismida esa piroz gazlari saqlab qolinadi. Uchinchi kolonnamizda mana propan bilan propilen bu yerdan chiqadi pastidan, yuqori qismidan esa asosan etilin va asetilin chiqadi. Keyin asetilin bilan etilin ajratiladi yo'nilsoy haroratda va etilindan polietilen olinish uchun yuboriladi. Asetilin vodorod bilan tuyuntirib, u ham polietilen olinish uchun yuboriladi.